Omadingizni bersin aka. 500 ming dollar. Ha, Abdurof. Bola oling deya aka. Bola oling. Aka Qanchaga Yo'q, xudo xolasa qoladi aka. bebaho ekan aka. Kimdir 100 ming dedi bu qo'ydi. Kimdir bunaqa deyapti. Asxonaga sportivniy formasi qancha chiqdi? Narxi bebaho aka. Shunaqa bo'ladi. Ana shanzi otli qo'y, to'g'rimi? Ha, Arashan, xudo xolasa 100%, film kattalari bor. Spirovning. Elitning, super elitning kategoriyasiga kiradi. Yosh qancha? Yoshi aka 1 yosh u 6 oylik. Ha. 18 oylik bo'ldi. Mana shu yerdachi mana tajribali haqiqiy egasi ekansiz shu kasbda. Mana shu qo'ylarning qimmatbaho ekanligini parametrlari qayerda? Shuni aytib bering. Mana hammaga ham qiziqda bu. To'g'risi. Aka qo'chqonlardan kelsak, birinchisi bo'y. 90 plus. 90 da tepasi shu. 91, 92 dan boshlab ketaveradi. Quloq 20 plus. Elitaga. Elitaning anaqasini aytyapman. 20 dan tepasi elitaga kiradi. Endi buni super elita bo'lishligi juniga qaraladi aka. Suyaklari, oldi to'shlari, kallasini garbanoshligi aka. Dumbasda razrez bo'lsa, u ham bitta plus. Dumbasda razrez borligi. Razrez oxirigacha, ha? Asxonaga Razrezda nimasi bo'ladi? Razrez. Mana aka orqasida kesilgan bo'ladi-da aka. achilagan. Quloq joylashuvi ham asosiylari. Ha. Asosiy parametrlari shular Shular, ekan. ha. Endi u kattaligi katta ekan, to'g'rimi? Katta endi bu aka bu qo'zi deyiladi o'zi. Qo'zidan endi chiqyapti aka. Bu endi xudo xolasa bahorda haqiqiy qo'chqar bo'lib, 4 to'ldiradi. Yana o'sadi. O'sadi aka, kengayadi-da, kattalashadi aka, ancha ob'yomlashadi. Endi har tomon to'shlari aka. 100 ming endi bu simvolika aytilyapti bu pul, lekin aslida mana shu qo'ylarni jahon bozorida umuman narxi qanaqa? Xo'p aka, eng arzon bozor Markaziy Osiyoda O'zbekiston. Qirg'izistonda shunaqa qo'ralar borki, mashinga yaqin narsalarni kelasi 200 mingga ola olmaysiz. Shunaqa. Shunaqa? Bizda arzon, aka O'zbekistonda hozir arzon. Endi to'g'ri aka, mingga ham topasiz. Mingga ham topasiz. Bor, u yo'q emas aka. Shu realniy 1000 dollarga ham bor, lekin zot bo'lmaydi-da, zot bo'lmaydi. Asal go'shtga, ha. Bo'ladi, bu baribir tushadi aka. Lekin bu zotdori baribir shundan ham qimmat bo'ladi. Kim agar qo'y boqayotgan bo'lsa 2000-yildan kelaversa 1000 dollarga qo'chqar olishgan. Zotga faqat. Zo'r. Olishgan bor. Mana shu yerda yurganlar bor-da, yoki opodasi olgan, yoki dadasi olgan aniq bor. Qirg'izistonda bu narsa eskidan bor. 80-yillardan beri bor ekanda. Bu nomi genetika, nasl. Ha, endi ishlaganda buni ustida ishlagan aka, mehnat qilingan aka. Chunki oddiy odamlar